Olchali piroglarning eng mazalisi. Retsept shunaqangi zo'r va aniqligidan bittada o'xshab chiqadi. Menga ishonib tayyorlashni boshlang. 400 gram un, 200 gram margarin kroshka qilib, bir qismini olib qo'yamiz. Quruq massaga 1 choy qoshiq razxlitelь solib aralashtiramiz. Alohida idishga 3 dona tuxum, 100 gram shakar, 80 gram qaymoq solib aralashtirib olamiz. Kroshkamizga solib, xamir tayyorlab, 3-4 soat xolodilnikda tindiramiz. Bu orada nachinka tayyorlaymiz. Danagidan ajratib tozalangan 800 gram, olchaga 2 osh qoshiq kraxmal, 100 gram shakar solib, bitta qaynatib olamiz. Shunaqa quyuq massa hosil bo'ladi. Tuxumni oqiga chimdim tuz solib mikserda ko'pirtirib qotirib olamiz. 100 gram shakarni 2 qismga bo'lib mikserda aralashtirishni davom ettiramiz. Merengalarimiz tayyor. Xolodilnikda tingan xamirni olib juvada yoyamiz. Qolipimizga chetlarini to'g'irlab sanchiqi bilan sanchib chiqamiz. Nachinkalarni solib, nachinka ustidan esa merengalarimizni tekislab solib chiqamiz. Merenga ustidan boshida olib qo'ygan urvog'imizdan sepib chiqib 150 gradus, ya'ni pastroq olovda 1 soat davomida pishib chiqadi. Shunaqangi mazali bo'ladi. Nachinkasini xohishga ko'ra olma, behi, shaftolilardan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi.